Hop, assalomu alaykum. Qaranglar, aytishyaptiki, miya faoliyatiga nima eng yaxshi narsa deyishyapti. Miya faoliyatiga eng yaxshi narsa bu quruqlarning ichida deganda yong'oq bo'ladi. Yong'oqlarning turi ko'p, lekin eng zo'r yong'oq bo'ladi. Mana shu o'zimizni hozir bizani regionimizga kirib kelgan gretskiy yong'oq deyshadi, o'zimizning yong'oq bo'ladi. Yana uni shunday artib po'chog'ini shuna qarasangiz, shuna ko'zni oldiga miya keladi. Bu degani bunda yana shunaqa narsa borki, qaranglar. Bunda yong'oqda omega 3 bor. Omega 3 degani demak sizni qabziyatingizni ham oldini oladi. Bir, miya faoliyatingizni ishlashini juda ham zo'r qiladi inshaalloh. Buni odatiy qilib qanaqa iste'mol qilsa bo'ladi deyapti. Buni odatiy qilib bitta odamning normasi iloji bo'lsa ertalab 4 dona yong'oq iste'mol qiling. Mana sizga xudo xolasa omega 3 bo'ladi, plus ichak faoliyatingiz ham yaxshi ishlaydi, ich qotishga yo'l qo'ymaydi bu narsa. Miya faoliyatingiz zo'r bo'ladi. Plus yana yong'oqda shunaqa C vitamini ham bor, immunitetingizni ham ko'taradi. Xudo xolasa mana shu narsani iste'mol qilib yuring, odatiy qilib o'zingizga yana qo'shimcha qilib, ertalab donishingizda bir 3 ta, 4 ta, 5 tami arab xurmosidan ham iste'mol qiling. Bu ham o'sha sizga miya yong'oq bilan birga qo'shilib, miya faoliyati, eslab qolish faoliyatlaringizga juda ham katta foyda beradi.